100% bilaman, qayta saqlab olasiz. Chunki bunaqa mazali domashniy xot-dogni mana uyimdan boshqa joyda topa olmaysiz. Arzonroq ko'chadan olaman desangiz, sosiskasini umuman yeb bo'lmaydi. Yaxshisini olaman desak, qimmat. Voy qimmat bo'lsa ham bitta olaman desangiz, uyda 10 kishi qarab turibdi. Undan ko'ra uyda o'z qo'llarimiz bilan yaxshi mahsulotlardan barakali xot-dog tayyorlaganimizga nima yetsin? Videoda ko'rsatilgandek oshirma xamir tayyorlab, yaxshilab ochgandan keyin bo'laklarga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda shakl berib, yana 25-30 daqiqa oshiramiz. Tuxum kunjut sepib pishirib olamiz. Bu orada Azizon firmasining mol go'shtidan tayyorlangan eng mazali, muhimi halol bo'lgan sosiskalarini qovurib olamiz. 190 gradusda tillarang bo'lib yumshoqqina pishgan bulchkalarimizni yaxshilab sovutib, aynan tepa qismini o'rtasidan kesib, salat barga qovurilgan sosiska, pomidor, tuzlangan bodring, oxirida ketchup mayonezni sosib, bomi uy sharoitida eng mazali va barakali xot-dog tayyor. Like bosib saqlab oling va xot-dog yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'natib qo'ying.